Saloniga hammaga hozir kir mashinaga kelamiz. Avtomatik kir mashina ichida suv bilan qolib ketgan. Buni hozir tozalab beramiz. Atela tashqariga olib chiqmaganmiz. Mana ishda filtr bo'ladi, filtrini ochamiz. Buni uyda ichida ochib bo'lmaydi. Mana buni ichki qismiga para ikki narsa tiqilib qoladi. O'shani hisobiga yurmay qoladi. Buni ochib tozalab beramiz, xudo xolasa. Yana ishlashni davom etaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Saloniga hammaga hozir kir mashinaga kelamiz. Avtomatik kir mashina ichida suv bilan qolib ketgan. Buni hozir tozalab beramiz. Atela tashqariga olib chiqmaganmiz. Mana ishda filtr bo'ladi, filtrini ochamiz. Buni uyda ichida ochib bo'lmaydi. Mana buni ichki qismiga para ikki narsa tiqilib qoladi. O'shani hisobiga yurmay qoladi. Buni ochib tozalab beramiz, xudo xolasa. Yana ishlashni davom etaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.